Video nomi va prebyut amaliy bo'lsa kerak. Endi qahramonlar 3-fasli, ya'ni teaserlardan keyin sahna chiqadimi? U haqida ma'lumotdan shu videoda to'liq bilib olishingiz mumkin. Videoni boshlashdan oldin videoga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin. Sizlar bilan har doimgidek men Kirjon. Enel qahramonlar ruschada Geroy Enel. Enel birinchi fasli 2017-yil 11-avgustdan boshlab premyera qilingan. Ikkinchi fasli 2019-yilda chiqarilgan. Bu serialning syujeti asosan bolalar va o'smirlar auditoriyasiga mo'ljallangan bo'lib, Rossiyada anime kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan. Serial zamonaviy texnologiyalar va duardingdagi qiziqtirish tarzida yaratilgan. Enel qahramonlar 3-fasli haqida ChatGPTda so'rashganda aniq ma'lumot yo'q. Lekin Enel qahramonlar ofisial YouTube kanalida o'sha oxirgi video o'yinlaridan keyin stream bo'lgan. O'sha stream 3-fasli chiqadimi degan savolga avtorlar ha deb javob bergan. Aniq ma'lumot yo'q, lekin katta ehtimol bilan chiqishi kerak. Chunki teaserda yana o'z keyingi mavsum yoki qismda bo'ladigan narsalarni qisqa ko'rsatib betishi. Ularga misol Kira va Artni poyezd bekatidagi sahnasi, ikkinchisi Kira Kripi chaqirayotgan sahna fleytada va tepadan nimadir tushib kelgan. Uchinchisi ularning amal ko'ruvini qizartirib beradigan Ilya. U esa aka 3-fasl boshlanganda 3-fasl syujet qanday bo'ladi? Film oxirida, serialning oxirida o'zlari o'sha Enelga o'xshagan o'yin yaratishadi va uni yovuzani qilishmaydi. Katta ehtimol Kikini ko'rish uchun o'yinga tushib qolishi mumkin. Masalan, Vikferni oldiga bormoqchi bo'lishi mumkin, bilmaydi. Agar ular o'zi yaratgan o'yinni ichiga qo'ysa yoki o'yinga tushsa, Enel qahramonlarida 5-Enel qahramonlarida 5-personaj katta ehtimol bilan Ilya bo'ladi. Va u gitarist bo'lish ehtimoli katta, chunki qolganlarning o'z personaji bor. Xo'sh, bizda bor ma'lumotlar shu. Ko'pchilik bilan hozir yaqinda Kalmar o'yini kinosi chiqqan. O'sha kinoni men to'liq 7 ta qismini Telegram kanalimga tashlab qo'yganman. Bu haqida video qilaymi yo'qmi, uni ham kommentariylarga yozib ketinglar. Agar videoga haligacha like bosmagan bo'lsangiz, videoga bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz chiqmasin. Sizlar bilan har doimgidek men Kirjon.